jarohat olganimdan keyin birinchi hayolimga kelgan narsa islom oldirishim kerak. Bilet yotar tutar muammo hammasidan men o'zim nima qilaman, telefon qildim. Islom kela olasan, mana shunaqa bo'lib qoldi. Bu dedim, yordam bersa yaxshi bo'lar, chunki men terma jamoagacha tayyor bo'lishim kerak. Oldimizda katta o'yinlar turibdi. O'shangacha men tonusga kirib olishim kerak, hamma taraflama dedim. Bo'ldi, qachonga bu dedim, aytdim, men shu kunlarga biletlar bor, men olib qo'yaman, pasportini tashlab, shu bilan tashlab keldi. Kelishi bilan sirazi boshlagan narsasi pitaniyamni ko'rdi. Вообще noto'g'ri dedi. Sirazi men eng yoqtirmaydigan o'tlarni olib keldi. Batladi. O'tlarni olib keldi. Limonli qo'shishni boshladi, nimadirlargadir yedirish, men buni yeysan, yonimda yodgor yuradi, yodgorga o'rgatib ketdi. Buni bu payt berasan, buni bu payt berasan, buni oldin, buni keyin berasan, hammasini o'rgatib ketdi. 10 kun ishladik. 10 kun shu darajada zo'r tonusda turdim. O'zim sezdim. Keyin tramvadan chiqishim bilan ham fizikam ancha yaxshi, oldingidek emas. Kuchlar sezilyapti oyog'imda, sezishni boshladim o'zim ham. Keyin 10 kun men bilan ishlab ketdi. Keyin 10 kun ketgandan keyin har kun telefonda buni qildingmi, buni qildingmi deb kontrol qiladi. Xotinim u darajada ko'p telefon qilmaydi. Ko'rsangiz. Buni qil, buni yech, buni yegin deb hamma narsani kontrol qilib haligacha u menga bitta narsani aytdi, u ham patriot bola, shu yerdan bilsa bo'ladi. Men seni terma jamoaga ideal formaga olib kelishim kerak dedi. Qarang, uni ham xayolida terma jamoa-da. Bo'lmasa federatsiyadan pul olmaydi. Patriot bo'ladi, terma jamoani o'ylab, men seni terma jamoaga tez formaga olib kirishim kerak, terma jamoada ko'p narsa sam orqali hal bo'ladi deb terma jamoani o'ylab shu darajada ishlatdi, bo'ldi devordim naryoqda.